tabiiy apteka deydi o'rtoqlar. Chet elda ko'rgan masalan, tabiiy aptekalarda xuddi shunday narsalar bo'ladi. Bu kichik tabibni apteka hisoblanadi o'rtoqlar, qaranglar. Xuddi shunaqa mevalar ham bor. Gijjalar uchun bor o'rtoqlar, gijjalar uchun. Qon ko'paytirgani, undan tashqari prostatit, adenoma, sirop 100% tabiiy, umuman farmatsevtik dorilar emas. Vitran, mana gormonalniy narusheniyalarga, qon ko'paytirgan jemlar juda ham shirin. Undan tashqari xelvani kapsulalar, chorniy timin kapsulalari 100%. Mana shu narsalarni почти 90%ni o'zimiz ishlab chiqaramiz. Kapsula shakliga keltirguncha o'zimiz yetishtiramiz o'rtoqlar. Undan tashqari o't qopidagi muammolarga rastorovshani kapsulalari, tikvinniy kapsulalar va rastorovsha, kristal al-hindi degan mahsulotlarimiz ham bor. Jenshin, sahar kasalliklari uchun maxsus bizda qonni normallashtirish uchun maxsus mahsulotlarimiz ham bor. Juda ham ko'p kasalliklar uchun mahsulotlarimiz bor. Hattoki bu yerda olma sirkasini mana haqiqiylari ham bor mana. Shotutut olma sirkalari va undan tashqari olma sirkani o'zi ham bor. 100% tabiiy, ximikatlarsiz o'rtoqlar. Tabiiy apteka deganda xuddi shu narsa ko'z o'ngingizga keladi. Kichik tabibda bu tabiiy apteka hisoblanadi. Bemalol zakaz qilishlari mumkin. Nima kerak bo'lsa, podrobniyni Telegram kanalimizdan ko'rishlari mumkin. Prostatit, adenoma bo'ladimi, bolalaringizda gijjalar bo'ladimi? Bolalar gijjalari uchun ham albatta juda ham zo'r mahsulotlarimiz bor. Bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Gijjalar uchun maxsus o'sha siroplarimiz, undan tashqari chesnochniy kapsulalar bor gijjalar uchun. Bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Murojaat qilsangiz Telegram kanaliga o'tishingiz mumkin.